पाइप तो दोनों तरफ से ब्लॉक है। Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. ये वाली नैरो है पाइप। Urologiya bo'yicha ko'ramiz inshaalloh. लेफ्ट की तो फिर भी ठीक लग रही है। Это блокер навари. Не работает. Но который левый есть, левый немножко хорошо. Bu Akash klinikasida doktorimiz. Urologiya bo'yicha juda yaxshi doktor. हाँ जी। पहले लेफ्ट साइड तो Onkologiya bo'yicha kelgan Jamshid akamni hozir mana ko'ryapsizlar. Tekshiruv jarayonidamiz. Mana oxirgi analizlarni ham oldik inshaalloh. Hozir biz ko'rsatgan bu onkologiya bo'yicha ko'rsatgan doktorimiz urolog tomonidan muammo bor deb aytuvdi. Mana muammosini ham aytishyapti, xudo xolasa o'sha tekshiruvlarga jo'natishda, tekshiruv qilishda mana hozir tekshiruvdan keyingi javoblarni ko'rib inshaalloh shunga qarab mana bizga tashxislarni beryapti. Mana shu qo'yilgan shu O'zbekistonda qo'yilgan narsada muammo bor. Bu kerak emas deb aytdi. Hozir endi shunga inshaalloh albatta bu haqida biz sizlarni xabardor qilib turamiz. Kuzatishda davom etinglar. Like bosishni unutmanglar va albatta kommentariyada izohlar kutib qolamiz. Kimga shunaqangi yordamlar kerak bo'lsa, bajonidil aloqaga chiqinglar. Tan joylar sog' bo'lsin. Biz uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar.